Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchi akalar. Metan gaz datchigida mana holatni ko'rib turibsizlar. Shu 149 ta 150 ta ko'rsatyapti. Hozir mashinani yoqamiz. Lasetti 108 ga o'rnatdik. Hop, mana bu joyga o'rnatdik. 149 ta ishlanadi. 149 ta ko'rsatyapti. Mashinamiz yonib turibdi. Ishlashiga gap bo'lishi mumkin emas, zo'r. Endi hozir orqa kapotdan gazni o'chiramiz. Endi ozayishini ko'ramiz endi. Mana. Gazni o'chirdik, ichidagi gaz sekin pasayyapti. Trubada qolgan gaz aniqroq. Mana. Bu yoqda ham sekin pastga qarab tushyapti. Tekkan bo'lsanglar, ozayyapti bo'lgan sari. Tavsiya qilamiz. Olib o'rnatishingiz mumkin. Zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas.